Assalamu alaykum. Ana til o'smirlar kanalimizga xush keldingiz. Assalamu alaykum qadrli Ana til televiziyasining kichik ko'rmanlari. Men Ana til televiziyasining kichik muxbiri Shahriddin Muhammad bo'lman. 17-may kuni qanday kun bilamsizlar? Do'stlarimiz bilmasligi mumkin. 17-may bo'lsa Güzel Norvegiyaning davlat bayrami kuni bo'lib, bu kuni Norvegiyadagi Uyg'ur o'smirlarimiz o'zining Uyg'urcha kiyim-kechaklarini kiyib, iliq qo'ynini ochgan ikkinchi vatani uchun tantana qildi. Va insonlarga kerakli bo'lgan inson haqlariga erishtirgan tili, madaniyati, dinni saqlab qolishga imkon hozirlagan ikkinchi vatani uchun o'z tashakkurlarini aytishdi. Va ota-onalar va o'qituvchi ustozlar 12 noyabrning o'z vatani Sharqiy Turkistonning davlat bayrami ekanligi va kelgusida o'z vatanida davlat bayramini o'tkazish armonida Güzel Hisarga cho'mdi. Xabarlarni ko'rganingizlarga ko'p rahmat. Avstraliyadan Shahriddin Muhammad anglatdi. Assalamu alaykum. Ana til o'smirlar kanalimizga xush keldingiz.